14 ta nima deyapti? Mana shu savollar oson edi. Sinus arc tangens taqsim 2. Mana shuni hisoblashimiz kerak. Hisoblang degan. Xo'p. Mana sinus alfa deb olsak, mana alfani unda nima turibdi? Mana shu alfa bizda. Arklash o'zi burchak qiymatini bildiradi mana shu. Arc sinus, arc cosinus, arc tangens, arc cotangens o'sha ma'lum bir burchakni bildiradi. Shuning uchun mana shuni alfa deb olyapmiz. Sinus alfani topishimiz kerak xullas mana shu yerdan. Demak, shundan biz arc tangens 1/2 alfaga tengligini bildik. Bundan kelib chiqadi tangens alfa nimaga teng bo'lar ekan? 1/2 ga teng bo'lar ekan. Demak, alfa qilib to'g'ri burchakli uchburchak chizib olamiz. Tangens qarshisidagi kattning yopishgan kattiga nisbat edi. 1 bu yoq 2 bo'lsa, bu yoq ildizosi 5 bo'ladi Pifagordan. Xo'p, shu yerdan sinus alfani topib olsak, nima bo'lib qolar ekan? 1 taqsim ildizosi 5 bo'lar ekanmi? Shunaqa bo'ladi. Xo'p, ikkalasi ham musbat bo'lgan holatda olamiz. Bu yerda javoblar ham hammasi musbat bo'lyapti. Demak, irratsionaldan qutqarilgan ekan. Irratsionaldan qutqarib qo'ysak, ildizosi 5 taqsim 5 bo'ladi. Javob A javob bo'lyapti mana. Xo'p, 15-si sinus, bu ham xuddi shunga o'xshash savol. Arc tangens 2 ildizosi 2 ekan. Bunisi hisoblang degan buni ham. Mana buni alfa deb olsak, mana shu burchak qiymatini bildiradi. Sinus alfani topishimiz kerak xullas. Demak, arc tangens 2 ildizosi 2 alfaga teng bo'lsa, tangens alfa 2 ildizosi 2 ga teng bo'ladi bu yerda. To'g'ri burchakli uchburchak chizib olamiz. Bu yoq alfa bo'lsa, tangens ta'rifi bo'yicha mana yoqda 2 ildizosi 2 desak bo'ladi, bu yoqda 1 desak bo'ladi. Qarshisidagi kattning bunga nisbati aynan shuni beryapti. Pifagordan mana kvadrat 8, buniki 1, 9 bo'ladi, 3 bo'ladi mana bu yoq. Sinus alfani topib qo'ysak bu yerdan, demak 2 ildizosi 2 taqsim 3 bo'ladi javob. Javob bormi? Javobi biz javob bo'lar ekan. So'roq, tushunyapsanmi? Shu 4 taning ichida bormi birontasi shuning? Keyingisi cosinus, demak arc tangens ildizosi 3 taqsim 2. Mana shunaqa savol tushibdi ekan. Xo'p, mana buni yana alfa deb olsak, biz cosinus alfani topishimiz kerak. Demak, arc tangens ildizosi 3 taqsim 2 alfaga teng bo'lsa, tangens alfa ildizosi 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Biz birlik to'g'ri burchakli uchburchak chizib olsak, alfa desak, ta'rif bo'yicha mana bu ildizosi 3 bo'ladi, bu 2 bo'ladi. Qarshisidagi yopishgan kattiga nisbat tangens deb beradi. Pifagor qiladigan bo'lsak, mana ildizosi 7 bo'ladi bu yer. Xo'p, shu yerdan cosinus alfani topib qo'ysak, nima chiqib kelar ekan? 2 taqsim ildizosi 7, irratsionaldan qutqaramiz. 2 ildizosi 7 taqsim 7 degan javob bo'ladi. Shu javob ekan. Mana shular edi. Xo'p. 17 f(x) sinus 2x bo'lyapti. Eng kichik qiymat nimaga teng mana shu sinusning? Ha? -1 da, to'g'rimi? Mana shular mana shu bir ko'zni yumib ishlasa bo'ladi. Mana shu savol tushganda endi uchun tashlagandik. Al 4 minut bo'pti-ku. Hali bor ekan. Xo'p, funksiyaning eng kichik qiymatini toping deyapti 18. f(x) barobar 2 ta cosinus kvadrat x plus 4 ta cosinus x plus 7 bo'lyapti. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping deyapti.
Buni mana bunday yozib olamiz. Bunday barobar qilib 2 ni olib chiqib olaman. Mana da kosinus kvadrat x bo'ladi. Plus 2 ta kosinus x bo'ladi. Plus 1 bo'ladi. Plus 5 bo'ladi. Yozsak bo'ladi. Mana ko'paytirsam 2 ta kosinus kvadrat x beradi. Bu 4 tani beradi. Mana 1 ga 2 ni ko'paysam 2 bo'ladi. Mana 5 ni qo'shib qo'ysam 7 ni beradi. Mana bizga nimani beradi, Nurbek? Mana u. Qanaqa aytqani? Kosinus x plus 1 ning kvadratini beradi. A plus buning emas. Xo'p, mana shunaqa funksiyamiz. Eng kichik qiymatini top deyapti. Mana bu har doim qanaqa son? Musbat son, ha? Musbat son. Nomanfiy sonda bunaqa aytganda eng kichkina qiymati 0 bo'la oladi. Har doim mana bu 5 soniga qo'shiladi bu. Lekin bizga eng kichik qiymat so'ralyapti. Eng kichik bo'lishi uchun bizda mana shu qaus 0 bo'lgandagina eng kichik qiymatga erishadi. Qolgan qiymatlarda har doim 5 ga qo'shiladigan o'sha 5 dan katta qiymatlar qabul qilaveradi. Shuning uchun bizda mana bu kosinus x plus 1 mana shu yer 0 bo'lsagina funksiyaning eng kichik qiymati bo'ladi. Demak eng kichkina qiymati f at x funksiyaning nimaga teng bo'lar ekan? 5 ga teng bo'lar ekan, ha? Shuni topib olsak bo'ladi. Javob bajavob bo'lyapti. Mahraji 2 bo'lar ekan. Adashib ketilgan bo'lishi mumkin. Adashib ketgan bo'lishimiz mumkin. Xo'p, kaltida s deganmizmi? Bu s bo'lsa, shu yerda ham s bo'ladi. Adashib ketilgan. Kompyuterga kiritilishdi. Men xullas kompyuterga kiritayotganda o'sha savollar hammasi A bo'lib yopti ekan. Umuman to'g'ri javob A bo'lib yopti ekan. Men iloji boricha boshqa variantlarni o'qilishga ko'rdik, shu payt adashib ketilganda. Shu mahrajlarni almashtirishda. Xo'p, 18 bo'ldi, 19 ni ko'raylik. Shunga sig'adi. Buni o'chiramiz. Kosinus 3 pi taqsim 2 plus 2x barobar 0 bo'lyapti. Shu oraliqda nechta ildizi bor deyapti? Minus pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 2 gacha. Yaxshi. Nechta ildizi bor deyapti? Kosinus qachon 0 ga teng bo'lardi? Tak. 3 pi taqsim 2 plus 2x bo'lyapti. Pi taqsim 2 plus pikada bo'ladi. Qarashni keyin yozamiz. Xo'p, bu yerdan mana bu tarafga olib o'taman. X yarimdan 1,5 ketsa minus pi qoladimi? Plus pika bo'lyapti. X ni topib olsak bu yerdan minus pi taqsim 2 plus pika taqsim 2 bo'ladi. Shu oraliqda nechta ildizi bor deyapti. Shu turishda qo'yib yuboramiz. Mana buni pi taqsim 2 dan katta yoki teng x bo'lish kerak. X o'rniga minus pi taqsim 2 plus pika taqsim 2 ni olib kelaman. Keyin kichik yoki teng 5 pi taqsim 2 bo'lyapti. Shuni qo'yamiz. Demak, pilar qisqartirib olsam bo'ladi. Mana 1 taqsim 2 qoldi minusdan. Minus 1 taqsim 2 ni bu tarafga olib o'tsam 0 qoladi. Bu yerda esa k taqsim 2 qoldi. Mana bu yerda yarim turibdi minusdan. Bu tarafga olib o'tsam qo'shuv bo'ladi. 2,5 ga yarimni qo'shib yuborsam 3 bo'lib qoladi. Xo'p, 2 ga ko'paytirib olsam ikkita tarafda 0 dan katta k, kichik yoki teng 6 dan bo'ladi. Shu yerda k ning qiymati nechta? 1 dan 6 gacha 6 ta bor, 0 bilan 7 ta ekan, ha? Demak, nechta ildizi bor ekan? 7 tada k ga 7 ta qiymat qo'ysak, ana x ana shu oraliqqa tushadi. Javobimiz C javob bo'ladi. Xo'p, yaxshi, biz 10 minut